Mana shuni bosib turib, ruchkani tepaga ko'tarsa, avtomatik yig'iladi. Bugun bitta klientimiz keldilar va mana shu trend bo'layotgan kolyaskamizni qanaqa yig'ilishini tushunmadilar. Biz yig'ib berdik ularga. Biz o'sha voqeadan keyin yig'ib berishni videosini ko'rsatib berishga qaror qildik. Xo'p, orqasidan o'sha kichkina zaklopkasi bo'ladi. Birinchi yig'ayotganda kolyaska oldiga qarab turadi. Zaklopkasini yechib olib, gazirovkani oldiga polностью mana shunaqa qilib yopib qo'yiladi. Keyin orqada hamma kolyaskalar bo'ladigan yotqizib o'tkazadigan rechaga bo'ladi. Mana shu tepaga ko'tarib oldiga tashlanadi. Bu yerda ikkita knopkasi bor. Bitta tepasida katta knopka va kichkina knopka. O'shani bittada bosib, mana ikkalasini bittada bosib, pastgacha oxirigacha tushiriladi. O'shandan keyin pastida ham kichkina tili bo'ladi o'zida. Mana shuni bosib turib, ruchkani tepaga ko'tarsa, avtomatik yig'iladi. Yerga qo'yib, ikkita chetdan bosib qo'ysa, bo'ldi. Ikkita chetdan zaklopkaga tushadi shunda. Endi agar ochilishiga keladigan bo'lsak, xuddi shu zaklopkani mana shu plastmassasi shunday tortib yuboriladi. Bu yog'idan, mana bu yog'idan. Bundoq chiqarsa o'zi chiqadi. Hech nima bosmasdan shunday ochiladi. Ruchkasini ko'tarayotganda mana shu katta knopkani bosib turib ko'tarasizlar. Gazirovkalarni yana yoqib qo'yaverasizlar. Bu videoni shunaqa kolyaska olib, qanaqa yig'ishni bilmayotgan tanishlarga yuborib qo'yaverasizlar.